Bugun Farg'ona tumanlararo fuqarolik sudida meni da'vo arizam ko'rib chiqildi. Da'vo arizada men ishdan noqonuniy bo'shatilganligimni da'vo qilib bergandim, sudga murojaat qilgandim va sud buni o'rganib chiqib, meni da'vo arizamni qanoatlantirgan holatda, aynan meni da'voyimni keltirgan holatlarda haqqoniy deb topib, buyruq esa g'ayriqonuniy qabul qilinganligini, meni o'sha majburiy pragul davrim uchun 3 oylik ish haqqim undirilishi lozimligini hamda meni o'sha avvalgi ish joyimga tiklash to'g'risida qaror qabul qildi. O'z o'rnida shunaqangi bir fikr keladiki, meni 1 yil oldingi sudlarga bo'lgan munosabatim bilan hozirgi munosabatimda anchagina farq bor. Sababiki 1 yil oldinlari menda sudga ishonchsizlik hozirgiga nisbatan qaysidir ma'noda bo'lgan. Lekin hozirgi vaqtda men sudlarga to'laqonli ishonishimning asl sababi bu meni boshimdan o'tkazdirgan har bir holatlarimdir. Jinoyat sudi deysizmi yoki o'sha ma'naviy zarar bo'yicha fuqarolik sudi deysizmi yoki mana mehnat qonunchiligi bo'yicha sudlarimizmi, hammasi faqatgina odillik bilan, yakdillik bilan ko'rib chiqqaniga men shaxsan guvohman. Buni ortida nima turadi? Buni ortida aytishadiki, podshohi dono yurtni qozilari adolatli bo'lsa, haqiqat hamisha g'alaba qozonaveradi. Ya'ni o'sha prezidentimizni yuritayotgan siyosatlari, Oliy sudni bir haligi qat'iy bir haqiqat, adolat uchun kurashilayotgan ularga bo'layotgan munosabatlari va Farg'ona viloyatini sudyalarini aynan o'zlarini ichayotgan qasamlariga sodiqliklarini ko'rish mumkin. O'z o'rnida mana shu har bir sudda ishtirok etgan sudyalarimizga, ularni adolat mezonlarini, adolat tamoyillari asosida haqiqatni yoritishga harakat qilgan har bir sudyalarimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va yana bir narsani ta'kidlashim lozimki, huquqiy savodxonligi yetarli inson albatta holatni ketuvi haqqoniymi yoki haligi nohaqlik bo'ldimi degan so'zlarga o'z javobini topa oladi. Ya'ni agar sizda har bitta harakatingiz qonun doirasida haqqoniy bo'lsa, qonun doirasida to'g'ri, halol ishlangan bo'lsa, sudlar bunga hech qachon inkor qilmaydi va asl haqiqat, adolat qaror topishida o'z tashabbuslarini qo'llab-quvvatlar ekan. Shu narsalarni tushungan holatda men yana bir bor sud tizimimizga, avvalo o'sha davlatimiz rahbariga, shunday siyosatlarda, odilliklarda ayollar haq-huquqlarini birinchi o'ringa qo'yayotgan rahbarimizga, qolaversa sudlarda haqqoniylikni, haqiqatni ro'yobga chiqarishda jonbozlik ko'rsatayotgan oliy sudlarimizga va aynan Farg'ona viloyat sudlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.